5 ta oddiy lekin muhim odatlar haqida gaplashamiz va bu sxema bo'yicha Sensilu kosmetikasi bilan makiyaj qilamiz. Meni juda ham g'alati odatim bor. Birorga odamlarni chorniy spiskka solaman. Agar u odam menga yoqmasa yoki qo'yayotgan narsasi yoki qanaqadir menga yomonlik qilgan va men kechirmagan bo'lsam, chorniyga solib qo'yaman. Menga bu juda ham qulay. Meni yomon ko'rgan odamga vaqtimi, energiyamni sarflashni xohlamayman. Shunaqa qilsanglar juda ham qulay bo'ladi qizlar. Ikkinchi odat, ertalab turishim bilan hali tishimni yuvmasdan ham suv ichaman. Agar shunaqa qiladigan bo'lsanglar, shunaqa oson uyg'onasizlar. Suv ichgandan keyin organizminglar uyg'onadi va undan keyin o'sha uxlab qola olmaysizlar. Uchinchi, yuzinglar uchun eng muhim, men yuzimni umuman sochiqda artmayman. Faqat quruq salfetka ishlataman. Shunaqa qilishni boshlaganimdan beri yuzim rosa ham tiniqlashgan. To'rtinchi odat, ertaga nima qilmoqchiligimni kechqurun yozib olaman. Kuninglarni rejalashtirsanglar, rejalashtirgan hatto bitta ishni qilasizlar. Beshinchi, o'zim juda ham yomon ko'radigan odat, bu prosta kino ko'ra olmasligim. Albatta nimanidir fonida ko'raman. Psixologicheskiy podkastlar, seriallarni faqat qanaqadir ish qilayotganda yoki yana nimadir qilayotganda ko'raman parallelni. Lekin bu vaqtni juda ham ayidi va ko'proq informatsiya olishga yordam beradi. Sizni qanaqa foydali privichkalaringiz bor? Bu haqida yozing. Ko'pchilikka foydali bo'ladi. Va bizda shunaqa makiyaj chiqdi. Baho berib qo'yinglar va obuna bo'linglar, chunki qiziqarli narsalar ko'p bo'ladi.